Assalomu alaykum Guliston metan ustanovka obunachilari. Bugun biz Tracker, Cobalt, Captiva avtomobillarini olib qo'yganmiz. Bularga metan propan ustanovka qilib beryapmiz. Qisqacha obzorni ko'rsatib o'tamiz. Tracker avtomobiliga stagda 200 go fast original miya, 01 высокоскоростной форсунка, turetskiy original reduktorlardan foydalanganmiz. Filtrlari одноразовый, полный italyanskiy fagomet shlankalardan foydalanganmiz. Orqa qismiga 40 litalik tabletka propan balon ustanovka qilib berganmiz. Klient xohishiga ko'ra taglariga shunga qo'yib berganmiz. Captiva avtomobiliga 3-pokoleniya propan ustanovka qilib beryapmiz. 61 litrlik turetskiy reduktorlari, avtogaz miyalari, полный original shlankalardan foydalanmoqdamiz. Orqa qismiga 61 litrlik tabletka propan balon ustanovka qilib berdik, ko'rishlaringiz mumkin. Cobalt avtomobiliga 90 talik metanni ustanovka qilib beramiz. Reduktorlari italyanskiy. Farsunkalari Valtek original miyasi ham. Stagdan Go Fast original miya, ko'rishlaringiz mumkin. Xo'sh, sizlarga ham xuddi shunday xizmatlar kerak bo'lsa, quyidagi nomerlarga bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin.